Erim Rossiyaga ketgach chidolmadim. Hayotimdagi eng og'ir qarorni qanday qilib, qanday paytda qabul qilganimni hali ham anglab yetolmayman. Balki yolg'izlik sabab bo'lgandir, balki mehrga bo'lgan ehtiyoj, yoki shunchaki ayol yuragimdagi bo'shliqni to'ldirish uchun xato yo'l tanlagandirman. Erim Akrom bilan 4 yil oldin unashtirilganmiz. U oilamga mos, jiddiy, kamgap yigit edi. To'yni o'tkazganimizdan keyin ko'p o'tmay, u Rossiyaga ishga ketdi. Faqat 3 oy boraman, uyga pul yigib kelaman degan edi. Ammo o'sha 3 oy yillar bilan almashdi. Har kuni kutdim. Har tun u bilan telefonda gaplashib, tezroq qayt deb yigladim. Ammo vaqt o'tdi, u o'z ishlariga sho'ngidi, men esa uyda yolg'izlanib bordim. Avvaliga men sabr qildim. Har doimgidek turmush o'rtog'imni kutib yashadim. Ertalab tongda uyg'onib, Kozim derazadan tashqariga qadalardi. Kechasi esa uxlashdan oldin telefonga termulib, bugun yozadimi deb umid qilardim. Ammo yozmagan kunlari ko'paydi, telefon qo'ng'iroqlari esa qisqardi. U paytda 27 yoshda edim. Go'zallik hali yuzimdan ketmagan, tanam esa ehtirosli issiqlik bilan to'lib toshardi. Yuragim esa bosh edi. Eri yonida bo'lmagan ayolning yuragi qanday bo'lmasin? Bir kuni qo'shni ayol Nargiza meni bir tadbirga olib bordi. "Yur, yuraging ochilib ketadi, yolg'iz bo'laverma" dedi. U yerda bir necha odamlar bilan tanishdim. Ular ichida eng ko'p menga nigoh tashlagan yigit Shuhrat edi. Ortiqcha so'zsiz, u meni diqqat bilan kuzatdi, gapimni tingladi. Unga qarab yuragimda galati iliqlikni sezdim. Men uzoq yillardan beri eshitmagan so'zlarni u menga ayta boshladi. "Chiroylisan, yolg'izlik senga yarashmaydi, sen buni munosib emassan." Unga avvaliga qarshilik qildim. O'zimcha halol ayol bo'lib, men turmush qurganman deb uzoqlashdim. Ammo vaqt o'tib, telefonimga har kuni yozgan xabarlari yuragimdagi bo'shliqni sekin-asta to'ldirib bordi. U meni quvontirdi, o'zini kerakli his qildirdi. Men esa asta-sekin unga o'rganib qoldim. Bir kuni men unga "Sen bilan uchrashmayman" deb qat'iy yozdim. Ammo yuragim kanmasdi. Bir haftadan keyin yana o'zim yozdim. U meni kechirdi. Biz ko'rishdik. O'sha uchrashuv hayotimdagi eng yodda qoladigan, eng lazzatli, eng gunohkor tun edi. U meni bagriga olib, pichirlay sochimni siladi. Lablarimga tegib, meni unutilgan ayol emas, istalgan ayolga aylantirdi. Ko'zlarim yoshga to'lganida u peshonamdan o'pdi. Shuhrat bilan uchrashuvlarimiz sir bo'lib qoldi. Kunlar o'tdi. Har safar u bilan uchrashganimda o'zimdan nafratlanardim. Uyga qaytgach, erimning suratiga qarab yiglardim. Ammo baribir yuragim unga intilardi. Qachonlardir men faqat erimni sevganman. U uchun yashaganman. Ammo endi men o'zgargandim. Yoki hayot meni o'zgartirgandir. Yuragim ikki ot orasida ezilar, vijdonim bilan istaklarim jang qilardi. Bir kuni erim telefon qildi. "Tez orada qaytaman" dedi. Yuragim gursillab ketdi. U paytgacha men allaqachon Shuhrat bilan juda yaqin bo'lib qolgan edim. Qanday qilib unga yuzimni ko'rsataman deb o'yladim. Unga men xiyonat qildim-ku. Erim qaytdi. Kozimga qarab, "Ozib ketibsan, sogindim" dedi. Men esa unga bir zum ham tik qaray olmadim. Bagriga bosganida esa shu kungacha qurgan xayollarim, istaklarim bir zumda qulab tushdi. Ichimdan "Kechir meni" degan faryod chiqdi. U bilan yana birga yashashni boshladik. Ammo men allaqachon boshqa ayolga aylangandim. Nafaqat tanam, balki ruhim ham o'zga bir erkakka tegishli edi. Shuhrat bilan aloqani uzdim. U zorga tushundi, ammo yuragimda u iz qoldirdi. Bugun ham men turmush o'rtog'im bilan yashayapman. Ammo har kecha ko'zlarimni yumganimda Shuhratning nigohi, iliq so'zlari, o'sha birinchi uchrashuvimiz hayolimdan ketmaydi. Men uni sevgan edim. Balki haligacha sevaman. Ammo men o'sha sevgim evaziga eng qimmatli narsamni, vijdonimni yo'qotdim. Endi har tong uyg'onganimda bir savol yuragimni qiynaydi. Agar vaqtni orqaga qaytarish mumkin bo'lsa, boshqa yo'l tanlarmidim? Men bunga javob bera olmayman.